Mana hozir to'g'onada ham ikkitasi yotibdi, tuxum. Ular ham inkubatordan chiqqan. Inkubatordan chiqqan. Hozirgi paytda eng trend inkubator mashina bo'ladi. Foizi zo'r ochilgan. Hammasi kurk bo'lib o'tirganlar, hammasi inkubatordan chiqqan, to'g'rimi? Shunaqa. Karlikovый, koreyskiy turka. Mana video davomida ota-onalarni ham bir ko'rsatib o'taman. Bular mana Qora Shahzodaga jersiga aralashgan, o'shandan chiqqan bolalar mana. Mana siyrak. Jo'jalari. Sarqotda o'qib qolgan ekan bular. Ha, ikki xil partiyada. Qichqirishi ham chiroyli bular, ha. Boshqacha. Hormaylar, assalomu alaykum. Mana bugun biza Toshkent shahar Mineralniy vod deydigan joylarni eshitganmisizlar? Shifobaxsh suvlar. Shu yerda bir xonadon bor. Qishi bilan reklama qilgan edik. Qora oq uxayli, lakadenza, Sibrayt, har xil karlikovый troykalar reklama qilgan bo'lsak, o'shalarni eslagan bo'lsanglar, o'sha xonadonga keldik. Endi xonadon egasi bilan, Shavkatjon bilan gaplashib, har bittasini bitta ko'rsatamiz. Bizani kuzatishda davom etinglar. Boshladik. Mana hurmatli obunachilar, xonadon egasi Shavkat akamiz. Assalomu alaykum, g'ayrat baraka obunachilari. Okamlar o'zlari kelibdilar, parrandalarni bir ko'rib tomosha qilamiz deb. Baraka topsinlar. Bu yoqda nima? Bu yerda lakadenza bilan qora uxoy jo'jalarimiz. Zakazga bir oylik qilib berishga dogovor qilganmiz, aralash lakadenza. Bular zakaz hammasi. Zakaz. Sotiladigani yo'qmi bu yerda? Sotiladigan 5-10 ta ortishi mumkin aka bu yerda. Baribir ehtiyot shart nomeringizni tagib yozib ketamiz. Ha, chiqayotgan. Zakaz bersa tegisiroq, xudo xolasa. Ota-onasi o'zimizda. Bu lakadenza uxayli, foydali tomonlari, tuxumlari qanaqa, nimalarni ham gapirib o'tsangiz. Buni yaxshi jihati 6 oyda tuxumga kirar ekan. Aha. 6 oyda tuxumga kiryapti. Immunitetga tuxumini zo'r deyishyapti. Sahari borligi tuxumini, go'shini yaxshi iste'mol qilib, rezultat ijobiy ta'sir qilayotgan ekan. Aha, tushunarli. Bo'ldi, keyingi o'tibdi. Bu yo'lda mana Sibraytlar. Bu Sibrayt mana yuribdi. Bular bemalol poshsha. Ha, bular ochuvda yurishadi. Ana bitta koreyskiyimiz mana jo'ja ochib chiqdi. Bu nima? Bu oq uxoy. Oq uxoyli. Kurk. Tuxum bosyapti. Ha, tuxumi bor tegida. Tegida tuxumi bor. Bu yoqda mana bitta koreyskiy troykamiz. Bolalari bilan. Mana bular nima? Sotiladiganmi yo zakazmi? Sotiladi, ana ishqibozlar sotiladi. Koreyskiy troyka bu, karlikovый. Koreyskiy troyka. Mana video davomida ota-onalarni ham bir ko'rsatib o'tamiz. Bo'ldi, mana. Bu yoqda o'tdi cerebro sigaretimizni tuxum bosyapti. Bugun erta chiqib qoladigan jo'jasi. Chiqqan bo'lmasa agar. 10 ta tuxum ustida yotibdi. Kichkina tuxum bo'lsa kerak ularni. Mayli tuxum. Bu yoqda tuxum yig'ib Zolotoy Sibrayt, ha? Ha, o'shani joyi. Bor ekan tuxum? Ha, bor bitta. Yo mana kitish. Mamyot bor ekan. Ha, bu yoqda ham bor ekan. Qo'y. Sibraytlar nima shunaqa tepaliqqa joy qiladimi? Yerdan ancha balonda ekan, hovlida tabiiy holatda yuradi, kechqurun kelib cho'pda uxlashadi. Tepaga chiqib olib. Ajoyib. Keyingilarini ko'rsating. Nimalar bor yana? Bu yerda chiqarib o'ra qolaman-da g'ayratga. Mayli, chiqarsangiz bo'ladimi? O, mana. Koreyskiy troykalar. Bular ham sotuvda bor, ha? Buni jo'jalari bor, xudo xolasa. Jo'jalari sotuvda. Xuma jo'jalariga zakaz olamiz. Mana, hurmatli obunachilar, kuzatuvchilar, parranda ishqibozlari, kim koreyskiy troykani qiziqqan bo'lsa, shu pastdagi nomerlarga bemalol telefon qilib zakaz beraverasizlar. Tayyor bo'lsa, tayyorini olib ketasizlar. Ja bo'lmasa uzoqda tursanglar, boshqa viloyat yoki vohalada dastlabki beramiz pitakgacha. Pitakgacha, xudo xolasa, yog'i kelishilgan holda ekan. Mana Allohning mo'jizalari mana.
chiroylikkina. Ko'rib chiqaringlar bilan. Mana shunisi xo'rozmi? Xo'roz, mana shu ikkitasi xo'roz. Shu ikkita xo'roz. Qolganlar tovuq. Bittasi Makiyon. Tovuq makiyon to'g'risida bitta obunachimiz rosa gapirdi menga. Yozdi. Tovuq emas, makiyon deyin deyishdi. Endi men tovuqni общий fonda tovuq deydi-da bularni. Mana keyingisi bu yerda qora o'xaylarimiz 3-4tasi jo'jib ochyapti, quruq bo'lib yotish. Ichida ikkita belalitsi ispanskiy. qora o'xayli и bitta belalitsi xo'rozli yurtda ular. Tovuq, belalitsalarimiz tovuq makiyon. Mana bular oq quloqlar belalitsi ispanskiy bular. Ha, ispanskiy belalitsi, ikkala makiyon. Qolganlari qora o'xayli. Bular ham tuxumda. Bularcha nima qilasiz? Zakaz olasizmi yo? Belalitsani mana shu bitta makiyonni o'zi sotuvda. Ha, belalitsa. Ha, ispanskiy belalitsa sotuvda makiyon. Bo'ldi, tamam, yozamiz. Qora o'xayli. Oq quloqlarimiz ispanskiy belalitsi. Mana makiyon, tuxum qo'yapti mana. Mana makiyoni mana hozirgina mana tuxum qo'ydi, o'rnidan turdi, uni ko'rdinglar tegida. O'xaylilar ham tuxumda. Ispanskiy belalitsi sotiladi. Ha, sotiladi. Ikkita makiyon bor. Ikkita makiyon tayyor tuxumda ekan. Kimda xo'rozi bo'lsa, mana ortiqcha xo'rozi bo'lsa qo'shib qo'yishiga ikkita ispanskiy belalitsi bor. O'xayli ham sotuvda bor, ha, jo'jalariga zakaz olasiz. Zakaz bor tuxumlariga. Ha, bo'ldi, davom etamiz. Mana o'sha lakadenza. Qishi bilan reklama qilganimiz mana shular bo'ladi. Mana ko'k tuxum, bu lakadenzalarimiz Xudo xolasa sotiladigan bilan ham zakaz, ha? Zakazga tuxum jo'jalarini zakazga. Ha, o'sha boshida aytganimizdek, mana shular hammasi go'shi ham, tuxumi ham foydali, ha? Ha, o'sha lechevniy saharlarga, immunitetga. Qo'yil, mana tuxum qo'yishyapti, hammasi tuxumda. Bu yerda tuxum, bu ichida tuxum. Qo'yil. Yodiga oq qo'yildi, bular. Bular ham mana tuxumda ekan. Tuxumda kurk bo'lgan, bir ikkitasi yotibdi, kurk bo'lib. Bularni ham xuddi shunaqa zakaz, tuxum jo'jasiga zakaz bor. Mana oq qo'yildi. Bularni ham tuxum jo'jalariga zakaz olinadi. Bo'ldi, ketyapmiz. Ham shanlaqali qildik. Mana chiroyli narsalar. Sibright. Zolotoy bilan Cerebro. Mana qaranglar bularni. Mitti go'zallikka. Qichqirishi ham chiroyli-ya bularni. Boshqacha, ajoyib. Bir don sepasizmi, chaqiramizmi? Xarakteri zo'r bo'lar ekan-da, mana don sepsa. Mana xo'rozni chaqiryapti. Tovuqlarni. Makiyonlarini. Bular sotuvdami? Bularni jo'jalari sotuvda. Jo'jalari sotuvda. Bemalol qo'ng'iroq qilib zakaz qurasizlar. Bularning jo'jalari ham bor, tayyori ham bor, zakazi ham bor. Har yoqda ham bor ekan, kletkingiz. Bu yerda koreyskiy troykalarimizdan jo'jalari. Koreyskiy troykani jo'jalari. Voy, mana, go'zal. Kichkinalarni qaranglar mana. Shapkalarni qaranglar bilan to'ppisini. Ana, bu yerda qanchalik bor? Bular 1 oy 1,5 oylik atrofida, 1 oyliklar ham 2 xil partiyada bu yerda. Mana kichkina. Qo'yil. Bular zakazmi? Yo'qki ko'paytiryapsizmi? Ko'paytiryapmiz. Zakaz olasiz. Zakaz olamiz. Mana shularning ichidan ham bir ikkita kamaytiramiz. Ishvozli bo'lsa beramiz. Gap yo'q. Ha, bir chiroyli chiqdi, parselan rang. Ha. U nima, u chiqib qoldimi shunaqa? Shunaqa chiqyapti ichidan bir. Qonida bor-da, shunaqa bo'ladimi? Shunaqa bo'lsa. Mana. Chiroyli narsalar.
klass bosinglar. Mana bularni ham zakazini olasiz, jo'jalariga zakaz olasiz, tuxumiga. Gap yo'q. Qoyil. Ana ishqibozchilik. Men 20 ta 30 ta boqsam, sizda bir 30 ta 40 ta bo'lsa kerak desam, sizda ham yo'q. Adashmasam barakasini bersin, 150 dan oshiq bor a? Mana shular. Barakasini bersin. Yo'q, qapasda nimalar bor? Bu yerda lakadenza bor. Qora shahzodaning voygina jo'jalari bor ana. Gibridimizani. Sibirayt. Sibiraytlar bor. Mana Sibirayt. Jo'jalari. Sarqotda bo'lib qolgan ekan bular, bular. Ha, ikki xil parchada. Yo'qda mana lakadenza. Lakadenza. Kelgan anu basharasi oqlar borku. Ana ispankani bolalari. Qora qo'yilga Chachgan. Nima chiqarkan? Minorkaga o'xshagan. Ham kichkina mittalarni qaranglar, mana Sibiraytlar. Zolotoy bilan serebrolar. Bu oxirida tiralib turgan burchaga ular nima? Ular qora shahzoda bilan o'sha belalistani bolalari. Ispankani bolalari. Mana shunaqa zotidan kerak bo'lsa ham mana pastda nomerlarni qoldirib qo'yamiz. Telefon qilib zakaz beraverasizlar. Bu yerda ko'p asosan o'zligi uchun ko'paytirish uchun olib qolingan bir xil zakazi bor. Anaqa sariqlar xanqiyat koreyskiy, sertuxum 5 ta jo'jamiz bor mana. Mana sariqmi? Ha, sariq, shundan 5 ta. Xanqiyat. Sotuvdi mana bu. Ha, 5 ta xanqiyat sotiladigan, ha? Sotiladigan ota-onalari bor rasmlari. Bu bemalol qo'ng'iroq urasizlar mana. Hamma jo'jalar sog'lom, hamma jo'jalar o'z vaqtida vitaminli propoykalarini olgan, va vaksinalari vaqtida qilingan. To'g'rimi? Shunaqa. Qo'y. Ha, barakasini bersin. Mana bu yerda 1-2 haftalik bular. Ha. 1 haftalik voy mana yana o'sha Sibirayt koreyskiy troykalar. Mana Sibirayt. Mana to'ppilar, ko'rasizlar. Men tam jo'jalari ham bor. Ben tamam bor ekan mana. Ota-onasini ham bir video qilamiz. Ota-onasini ham hozir tutib olib, o'tib bitta kursi video qilamiz. Qochib yurishibdi. Tutib olib yuramiz mana. Mana shunaqa jo'jalarga mana zakaz bersanglar bo'ladi. Hurmatli obunachi, kuzatuvchilarimiz. Mana hammasi sog'lom, ko'z tegmasin, barakasini bersin. Mana o'sha bintamkalar. Yaqinlashsa qochyapti deb bular. Ana. Bular nima sotuvdami yo o'zingiz uchun ko'paytiryapsizmi? Bular jo'jalari bor ekan sotuvda. Jo'jalari zakaz qilib yoki tayyorni olsa bo'ladi, to'g'rimi? Ha, juda mayda narsalar. Juda ham nozik bularni o'z boqishi ham. Qoni boshqa bular. Boshqa, qoni boshqa. Qo'y. Mana xo'rozchasi o'zini makonini aylantirib yuribdi. Bular haligi o'sha tepadagi inga tuxum qo'yadi-da bular. Ha, bekinib o'sha yoqqa qilib yig'ib bola otishmaydi. Feniks zotlariga o'xshab bular ham odamni ko'zidan bekitadi tuxumini. Shunaqa. Menda ham shu Fenikslar bekitib yuradi-da tuxumini. Iniga qo'ymay, hovlida o'tbetliga bekinib tuxum qo'yib yurishadi. Men ham terib yuraman keyin. Qo'y, mana mo'jizalar. Bular bekitganiga yarasha borib o'shani ustida yotib ochib olib chiqadi deb olasizmi? Tashlab ketmaydi tuxumni. Ha, yaxshi ona-da bular. Ha, makoni. Bolani jihatda boqadi, o'ldirmay, yedirmay. Keyin bularni tuxum qo'yish qanaqa? Yiliga makoni qancha tuxum qo'yadi? Biz sanamaganmiz-ku, lekin bunaqa ser tuxum bo'lmas ekan bular. O'sha ochib chiqishiga loyig'ini qo'yib olar ekanda, sizlar quruq bo'lib yotib olar ekan. O'shanga yarasha bular arzon narsalar emas-da, to'g'rimi? To'g'ri. Qo'y. Bu hali hammasi ham emas. Endi bu yoqda inkubatorni ham ko'rsatadilar. Hozir borib hammamiz borib ko'ramiz. Inkubatorga qaysi chislo kuni qo'ygansiz? 5-mayda. 5-may. Bu safar kichkinasiga kelib qolmizda, kichkinasini ishlatibsiz deb bugun bu safarga. qo'ydik. Kattasiga yig'madingiz mana katta inkubator. Qo'ymay olib qo'yishdi tuxumini.
Ha, ulgurishmayapti. Ulgurmayaptilar. Mana zakaz tuxumga ko'proq bo'lib qolgani uchun bu 350 litalik inkubator ishlatilmadi hali. Mana bir ishlatildi. 90 bitta mana bunda. 90 bittalik ekan. Mana yozib qo'yilgan hammasi. 72 talik, 90 bittani mayda tuxumlar bilan hisobiga. Bularni Sibraytlarning tuxumimi bu yerda? Koreyslarniki bor. Ukrainada bor. Shunga nechta ketadi mana shu yerga? O'zi opisiyaniyasida 72 talikda bu. Katta tuxumga-da bu. 72 ta. Bu o'xayo, mana o'xayo koreyskiylar bilan aralash. 90 bitta ketdi. Qo'y. 90 bitta ketdi. Bugun 18-kun inshaalloh. Tuxumdan chiqib olsa eson-omon qutulib olasiz. Bexato. Yoping. Mana bu 350 talik inkubator. Ha. İçiga qancha ketadi? Xbox 350 ta tuxum ketadi. 350 ta tuxum ketadi. Avtomat hamma narsasi. Avtomat. Boshida nima? Bunga suvni qo'shib qo'yasiz, o'zi kerakli bachogani to'latib qo'yasiz, suvini qo'yasiz, mana bu yerdan kompyuterdan nastroykadan berasiz. Ana bachoga suvnikimi? Suvi o'sha bitta shuni to'ldirib qo'ysangiz yetadimi? 21 kungacha yo'q, 21 kunga yetmaydi. Oxirgi kunlarda suv ko'p rasxod qiladi, namlikni ko'tariladi. Mana bitta mana raspisaniyada yozilgan. Shu obunachilarimizga ham tushuntirasiz-da, bu mana inkubatorda tuxum o'stirayotganligi. Oxirgi 18, 17, 18-kunlardan keyin namlikni oshirish kerak. Namlikni oshiriladi, namlikni mana oshirish kerak. 3 xil pozitsiyada namlik o'zgaradi o'sha bitta protsessda. Boshida 6 kunligicha 60% namlik, keyin 7-kundan 12 kungacha 55, 13dan 18gacha 60, 19-kundan boshlab 70 gradus. Mana 70%. Mana videoni pauzaga qo'yib screenshot qilib olsanglar bo'ladi. Kerakli informatsiya bu. Men haligacha ham shu narsani o'zimcha yozmayman-ku. Mana bular yozib qo'yganlar. Yozib qo'ygan darajada ham bir xil payt esda boruvdigan, esdan chiqib qolishi mumkin-da. O'shaning uchun ehtiyot shart yozib qo'ygan. Bitta narsa, G'ayrat aka gapingizni bo'ldim. Bu sifralar imенно mana shu inkubator xarakteristikasi. Mana shu gradusda bu foizni yaxshi ochadi. Mana bu normal bo'lib berdi, sal boshqacharoq. Graduslar sal boshqacharoq. Bunda ham bormi o'zini suv yoki suv quyadigan joyi? Quyadigan mana ikkita chetida, ichkarida latoga bo'ladi. Suv qolmasa, o'zi chillaydi. Mana varankasida quyiladi. Suv qolmasa signal beradi. Yo'q, suv qolmasa emas, gradus tushib ketsa, svet o'chsa signal berib, o'zi avtomatik akkumulyatorga ulanadi. Mana bu ehtiyot shart. Mana 12 svetni mana uzadigan bo'lsak, akkumulyatorga o'tdi mana. Ha, bo'ldi mana. Svet uzildi mana. Akkumulyatordan to'g'ridan ishlatdi. Mana svet yana keldi, ulandi. Setga ulandi. Mana svetda ishlayapti. Akkumulyator o'zi zaryadga qilib qo'yadi. Ha, tushunarli. Bu inkubatorimiz normal looper. Bu qattiq rossiyskiy inkubator. Rosa maqtayaptilar. Mana xudo xolisa mashina olaman. Bizga 300 talik, 1000 talik kerak emas-ku. Bu 120 talik ham bor. Ha. Sotuvda. Bu inkubator qattiqki. Bu shu Farg'onadagi Trendga Xbox degan inkubatorimiz. Xbox. Farg'onada ishlab chiqarilar ekan. Hozirgi paytda eng trend inkubator mana shu bo'ladi. Foizi zo'r ochadigan inkubator. Mana shu pulga uslugaga ochishayotganlar hammasida mana shundan. Keyin mana savol bor. Tuxumni yig'ganingizdan keyin mana yig'ilayotgan tuxumlar yig'ilayotganda hammasini shundoq qo'yib yuborasizmi yo bularni avaskopdan o'tkazib urug'lanmaganligini bila olasizmi, bila olmaysizmi? Yo'q, havo kamerasiga qarab turib bitta qo'ldan o'tkazib yuboramiz. Havo kamerasi kattaroq bo'ladigan bo'lsa, bu hozir necha kunlik? Bular yig'ayotganingiz 3 kunning atrofidagi tuxumlar. 3 kunda havo kamera bo'ladimi, bo'lmaydimi? Bo'ladi, kichkina bo'ladi. Shuni hozir ko'rsatsak bo'lmaydimi obunachilarimizga? Ko'rinadimi? Chiroqni o'chiramiz. Chiroqni o'chirchi. Mana bu eski deb bilamiz buni. Mana bu eski, bu ochilmaydi hisob. Foizi kamroq-da mana. Havo kamera sen kattaroq bo'lgan. Havo kamera. O'sha boshqa farqini ko'rsating. Mana bunda kichkina havo kamera. Bunda ehtimoli past ochilishi to'g'ri. Yo'q, nabarat kamera. Ha, mana keyin meni ham o'tgan videolarimda mana shu sepkil to'g'risida bo'ldi. Bu nima degani? Bu menimcha o'zini vitaminidan bizda kalsiy yetishmasligi. Shunaqa bo'lishi. Bu shu makiyon ovqatida kalsiy kam iste'mol qilgandan shundan bo'lar ekan. Chunki bu kalsiyda ichida rivojlanayotgan jo'ja mana shu tuxumni ichidan kalsiy olar ekan, oziqlanib, o'sha oyoq tumshuq suyaklari mana shundan rivojlanar ekan. Mana bular svejiy tuxumlar. Mana bular havo kamera hali kichkina mana. Ha, hali ajralib chiqmagan havo. Ajralmagan mana. Bular foizi ko'p ochilish. Mana shunaqa tekshirish qo'yishdan oldin tekshirish shartmi?
joyi ekonom qilish maqsadida bir tekshirib olamiz. Ani inida sal turib qolgan tuxumli bo'ladigan bo'lsa, qo'ymay qo'ya qolamiz, olib qo'ya qolamiz. To'g'ri. Mana maslahatda tekin. Bu yerda nima ekan? Bu qora uxoyilimiz. 12 ta koreys jo'jasini tuxumini bosib yotibdi va troykalarning tuxumini. Tegida koreyskiya. Ha, koreyskiya. Kurt bo'lib qolgan, mana iloji yo'q. Koreyskiy kerak bo'lsa, mana tegiga qo'yib yuboramiz deb xohlaganimizdan. Gap yo'q. Mana indamay o'zi qonni ochsa, tushib ovqatlanib, yana joyiga o'tiradi. Iloji boricha mana shunaqa yopiq holda bo'lsa, birovlar boshqa begona tovuqlar yoki boshqalar bezovta qilmasligiga. Mana yana bekitib qo'yilgan joylari bor ekan. Qo'yil, lekin mana bu nima bu? 11 ta uxoyilli qora uxoyil bular. Qora uxoyil 11 ta tuxum bosyapti mana. O'zinikidanmi tuxum? O'zinikidan. Yana bitta savol, mana ko'pga qiziq narsa. Bular hammasi kurk bo'lib o'tirganlar, hammasi inkubatordan chiqqan, to'g'rimi? Shunaqa. Keyin mana inkubatordan chiqqanda ko'pchilik biladiki, shu inkubatordan keyin kurk bo'lmaydi, tuxum qo'yishga qo'yadi, o'tirmaydi deyshadi. Shunga nima deysiz? Yo'q, bu bo'lmagan gap. 10 tadan 9 tasi o'tiradimi, 8 tasi? Shunaqa, 7 ta 8 tasi o'tiradi. Birinchi yil bo'lmasa ham, keyingi yil обязательно o'tiradi. Albatta. Mana hozir to'g'onada ham ikkitasi yotibdi, tuxum. Ular ham inkubatordan chiqqan. Inkubatordan chiqqan. Mana qoyil, mana hurmatli obunachilar. Bilib oldinglar, inkubatordan chiqqan bu уже bo'ldi, ikkinchi sort tovuq yoki makyon deyish kerak emas. Inkubatordan chiqdimi, boqinglar. Bu yil bo'lmasa keyingi yil обязательно kurk bo'ladi. Bola boqish, bola bularni instinktida bor-da, bular makyonlarni. Hurmatli obunachi kuzatuvchilarimiz, parranda ishqibozlari, Cho'gat akani uyida ham parrandalarni ko'rib chiqdik. Mana shu videomiz tagidagi opsiyadagi nomerlarga telefon qilib zakaz beraverasizlar. Faqat zakaz berayotganlarda aytinglar-da, men palonchidan, otini aytmasdan rangini yoki bir narsani aytsanglar, biz adashib ketib yoki bular tushunmay aytsanglar, mana yo uxayli oqidan yoki qorasidan yoki lakadenza yoki karlik troykadan, bunaqa rangidan yoki sibirayt, zolota yoki serebro degan joylardan shunaqa zakaz qilsanglar, aytib yozsanglar, telefonga javob bera olmasa yoki bera olmasalar, Telegramdan yozinglar, обязательно javob beradilar hammasiga. Bemalol zakaz beraverasizlar, bexijolat, qishin yozin zakaz olinadi. Unaqa to'xtab qolish yo'q, faqat qishda yoki yozda, bahorda unaqa narsa yo'q. Yozda ham zakaz olinadi, qishda ham. Yana bitta bizda ana qulaylik jihati, G'ayrat aka, jo'jaga misol uchun zakaz oladigan bo'lsa, shu jo'ja asosiy viloyatlarga ketyapti, yo Toshkentlik bir okaxonlar, yosh kattaroq, qariya odamlar olishyapti. 15 kunlik qilib, o'limdan o'tkazib, ana boqishga qulay holatda qilib yetkazib beryapmiz. Vaksinalarni qilib, vaksinalarni qilib. Bularni ham hamma qiziqqan savollari bor, ko'pchilik obunachilarni. Bularni nima bilan boqasiz? Startmi, o'sha broiler donidan yoki o'zining undan keyingi finishlarimi, rostlarimi nimalar bilan boqasiz? Perestar bilan o'sha novorajdonka paytida 1 oygacha perestar, shu jo'xorni maydasi, tuxum beramiz bularga. Tuxumni qachondan berasiz? 10 kunlikdanmi? Bir haftadan keyin boshlaymiz. Bir haftadan keyin maydalab to'g'rab bersa bo'ladi. Keyin ko'pchilik qiziqadi, sarig'ini berib bo'lmaydi deydi. Bu yangi paytida bersangiz, siz ichi ketar ekan. Sarig'ini bersangiz. Lekin men shuncha boqib, sarig'ini ham oqini ham aralashib berganman. Ichi ketsa, men ahamiyat bermaganman, ichi ketadi, lekin sog'lom. Uxoyillarda, lakadenzalarda jo'jalik protsessi nozikroq bo'lar ekanda. Hashakalar, bramallarda unaqa kuzatilmaydi. Bularda bo'ladi. Uxoyillarda обязательно mana kuchlilik qilib ketar ekanda. Uxoyillarga, lakadenzalarga iloji boricha sarig'ini bermaslikni tavsiya qilasiz. Oqini faqat bilok, to'g'rimi? Shunaqa. Bo'ldi. Mana hurmatli obunachilar, qiziqqan savolinglar bo'lsa, kommentariyaga yozishingiz mumkin yoki shu telefon raqamlarini tashlab ketamiz, yozib qo'yamiz. Savolinglarni bersanglar bo'ladi, primoy. Cho'gat akam o'zlariga mana Xudo xolasa yil davomida mana tuxum jo'jalariga zakaz olinadi yoki bu vaqtincha narsa emas. Bitta sezon ishlab yopib boraman deb ko'rdinglar, mana shuncha parranda bor, shuncha narsani boqanlar. Bularni o'zi boqish ham o'zi bo'lmaydi. Shuning uchun to'g'ri tushunasizlar, bularning ishlari ham bor. U parranda boqishdan tashqari telefon ko'tarmasalar, qo'ng'iroq qilib yoki Telegramdan yozib olsangiz bo'ladi. Qaraymiz, gruppaga kamroq kiraman-da, gruppa kanallarga. Mana, bemalol zakaz qilib o'rasizlar. Sog' bo'lasizlar, omon bo'linglar. Salomat bo'linglar, rahmat.